Assalomu alaykum. Bu Akvadoktor kanali. Bugun sizga foydali bakteriyalarni tez ko'paytirish va akvariumdagi biologik siklning ilmiy asosini tushuntirib beraman. Demak, bizda foydali bakteriyalarning ikki xil turi yashaydi. Ularga nitrosomus bakteriyalar va nitrobakteriyalar. Ularning ko'rinishi quyidagicha. Demak, ularning asosiy vazifalari nimalardan iboratligini tushuntiraman. Nitrosomus bakteriyalarning asosiy vazifasi ammoniakni nitritga parchalab berish vazifasini bajaradi. Agar suvda nitrit miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, nimalar kuzatiladi? Nitrit asosan qondagi kislorod tashish funksiyasini buzadi va organizmda kislorod yetishmovchiligi tufayli baliq nobud bo'ladi. Nitrobakteriyalarning asosiy xususiyatlari nitritlarni nitratlarga aylantirib berish xususiyatini bajaradi. Agar suvda ammoniak miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, baliqning jabralariga katta ziyon yetadi. Shu sababdan baliq nobud bo'lishi mumkin. Demak, suvda asosan ammoniak va nitritning ko'payib ketishini oldini olish uchun bizga albatta nimalar zarur kerak bo'ladi? Bizga birinchi o'rinda temperatura 26 gradusdan 28 gradusgacha va albatta kislorod kerak bo'ladi. Yangi akvariumdagi foydali bakteriyalarni tez ko'paytirish yo'li bu asosan yangi suv quyilgandan keyin filtratsiya sistemasini to'g'ri o'rnatish, albatta gubka o'rnatish yoki toshlardan foydalanish kerak bo'ladi va eski akvariumdagi toshlar yoki gubkalardan foydalanish mumkin. Agar sizda eski akvarium mavjud bo'lmayotgan bo'lsa, demak faqat vaqt talab qilish mumkin. Bu 5 kundan 6 kungacha filtratsiya tizimini yoqib qo'ygan holatda kutishni talab qiladi. Demak, bizda hamma narsa tayyor, bakteriya muhit tayyor. Endi astagina baliqlarni suv muhitiga moslashtirgan holatda solish kerak va bir haftada bir marta suvning asosiy 20-30% almashtirish kerak. Shu holatda siz 6 oy, yillar davomida akvariumdagi suvni tiniqligini va sifatini, baliqlarning sog'lomligini saqlab qolasiz. Akvariumchilarning asosiy kaliti bakteriyalarni tez ko'paytirish bu akvariumning xavfsiz kalitidir. Keyingi videolarda qaysi mavzuni yoritishimni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bizning Telegram, YouTube va Instagram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.